Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun men tumanda olib borilayotgan qurilish ishlari to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi 392-sonli qarori bo'yicha jami loyiha qiymati 97 milliard 540 million so'm tashkil qiladi. Shundan 12 ta loyiha amalga oshiriladi. 5 ta buyurtmachi, 10 ta loyihachilar tomonidan ishlar olib borildi. Bugungi kunda 11 ta loyihada quruvchilar aniqlangan bo'lib, bittasi pudratchini aniqlash bo'yicha tender savdolarida turibdi. Nurbuloq shaharchasini kurort shaharga aylantirish bo'yicha favvora, bolalar maydonchasi, salomatlik yo'laklari, avtomobil yo'llarini ta'mirlash, oqova suv inshooti hamda tarmoq tortish bo'yicha pudratchi Agramir Building MChJ tomonidan qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Hazrati Dovud ziyoratgohi yaqin bo'lgan Oqsoy qishlog'idagi 9 gektar, unga tutash Mehnatkash qishlog'idagi 71 gektar hamda sobiq sport sog'lomlashtirish oromgohi negizidagi turistik zona tashkil etish ishlari amalga oshirilmoqda. Zina salomatlik yo'lagi hamda avtomobil yo'llari ta'mirlash bo'yicha pudratchi Asadbek Agrofruits MChJ qurilish ishlarini bugungi kunda amalga oshirilmoqda. Elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha pudratchi Expert Trade Lux MChJ temir beton ustunlari, elektr tarmoqlari hamda transformator o'rnatish ishlarini amalga oshirmoqda. Ichimlik suv inshooti hamda tarmoq qurish bo'yicha pudratchi Temurbek Trading MChJ qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Nurobod tumani markaziy sun'iy ko'l Sabrsoy kanalining 6 kilometr qismi bo'yida 51 gektar yer maydonida istirohat bog'i hamda 24 ga 7 rejimda faoliyat ko'rsatadigan ko'cha tashkil etish orqali qulay maskanga aylantirish, ko'prik va avtomobil yo'llarini qurish bo'yicha pudratchi kelajak ravon yo'llari MChJ tomonidan asos tayyorlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari Nurbuloq Boshquduq Ulus avtomobil yo'lining 5 hamda 10 kilometrlar oralig'idagi 503 kilometr qismi ta'mirlash bo'yicha pudratchi tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan asos tayyorlash ishlari bugungi kunda amalga oshirilmoqda. Kattaqo'rg'on suv omborining janubiy qismidagi 45 gektar yer maydoni Saroyqo'rg'on o'rmon xo'jaligi hududida umum mavsumiy turistik majmua tashkil etish, avtomobil yo'llar qurish bo'yicha pudratchi Zarkind Omad Trans MChJ yo'llar ta'mirlash ishlari asos ishlari olib borilmoqda. Arabotda bunyodkor Nurafshon mahallalariga boruvchi 4R52 Sarikul Ulus Nurobod Tim Navoiy 116 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'lining 10 kilometr qismi, ya'ni 51 hamda 61 kilometrlar oralig'ini ta'mirlash bo'yicha pudratchi tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan bugungi kunda asos ishlari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi 393-sonli qaror bo'yicha jami loyiha qiymati 86 milliard tashkil qiladi. Bunda obyektlar soni 17 tani tashkil qilib, shundan 10 tasi tibbiyot muassasalari, 4 tasi maktabgacha ta'lim hamda maktab qo'shimcha binolar qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Arabotda timsoyini qirg'oq mustahkamlash bugungi kunda loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha buyurtmachi suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilish bo'yicha injiniring kompaniyasi Nurobod Damxo'ja suv saqlash inshooti rekonstruksiya qilish va tarmoq tortish, pudratchi Yangi zamon MChJ tomonidan ichimlik suv tortish qurish bo'yicha bugungi kunda Nurbuloq hamda Nurdin mahallalarida qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Buyurtmachi yagona buyurtmachi xizmati Urgut iqtisodiy zona zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish uchun elektr tarmog'i tortish Semix MChJ hududi qurilish bo'yicha tender savdolariga chiqarilmoqda. Bundan tashqari buyurtmachi magistral elektr tarmoqlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi 330-sonli qarori bo'yicha jami loyiha qiymati 6 milliard 254 million tashkil qiladi. Bunda obyektlar soni 7 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududida yo'llar asfaltlash ishlari amalga oshiriladi. Tashabbusli byudjet 2025-yil 2-mavsumida 12 ta loyihalarda 17 milliard mablag' ajratilgan bo'lib, bugungi kunda yo'llarni ta'mirlash bo'yicha jami 21 kilometr yo'l asfalt qoplamali yo'llarga aylantirildi. Bundan tashqari Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida joriy yil bahor mavsum oylarida 440 ming tup manzarali mevali daraxt buta ko'chatlari ekildi. Shu bilan birga tumanni yashil darajasini yaxshilash hamda yashil belbog'lar tashkil
etish maqsadida D071 Sariko'l Nurobod, D072 Nurobod Nurbuloq Ishtixon avtomobil yo'llarida daraxt ko'chatlari ekilib, tomchilatib sug'orish tizimlari va 20 taga yaqin suv saqlash inshootlari barpo etildi. Ko'p qavatli uylar bo'yicha 25 ta xonadon uy-joylar qurilish ishlari olib borilmoqda. 12 ta ko'p qavatli uy-joylar joriy va mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-dekabrdagi 387-sonli qaror ijrosi obodonlashni 3 ta maxsus texnika xarid qilish bo'yicha katok va chiqindi mashinasi olib kelindi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 24-yil 1-oktyabrdagi 665-sonli qarori asosida 4 milliard mablag' bugungi kunda ajratilgan. Shundan 4 kilometr asfaltlanadi, 45 kilometr yo'llar shag'allashtiriladi. Shuningdek, viloyat hamda tuman hokimligi tomonidan aholi kayfiyatiga bog'liq muammolar bo'yicha byudjet mablag'lari hisobidan qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilishi belgilangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.